Vau, yana hamma onlayn ko'rishni ajoyib. Men hozirgacha qanchalik ko'p narsalarni qamrab olganimizni o'ylayotgan edim. Va endi biz oxirgi darsimizdaman. Va bu shuningdek, biz yangi boshlayotganimiz kabi tuyulmoqda. Shunday qilib, biz tugatishdan oldin biz qurgan katta g'oyalarni ko'rib chiqaylik. Bugun siz meni tomosha qilyapsiz. Lekin bu to'g'ridan to'g'ri men emas. Bu Heygen deb nomlangan vosita yordamida yaratilgan AI tomonidan ishlab chiqarilgan video versiyam. Va bu tugatish uchun mukammal usul. Barcha bu tushunchalarning haqiqiy dunyoda qanday bog'lanishini ko'rish. Keling, ba'zi ta'riflardan boshlaymiz, chunki so'zlar muhim. Birinchidan, mashinani o'qitish yoki ML. Mashinani o'qitish. Biz kompyuter tizimini ma'lumotlardan naqshlarni tanishga o'rgatganimizda sodir bo'ladi. Har bir qoidani aniq dasturlash o'rniga. Shunday qilib, agar bu bo'lsa, unda bu deb aytish o'rniga biz unga misollar beramiz. Ko'p misollar va u statistik naqshlarni o'rganadi. ML uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, spam filtrlari, foto belgilash va tavsiya tizimlari kabi narsalarni boshqaradi. Ikkinchisi, LLMlar, katta til modellari. LLMlar juda katta matn miqdorida o'qitilgan maxsus turdagi mashina o'rganish modelidir. Shuning uchun ular tilni bashorat qilish va yaratish imkoniyatiga ega. Ular insonlar kabi o'ylamaydi. Ular o'rgangan naqshlar asosida keyingi so'zni bashorat qilishadi, takroran va takroran. Ammo o'qitish juda keng bo'lgani uchun natijalar juda suhbatdosh, hatto ijodiy ko'rinishi mumkin. Uchinchisi, chatbotlar. Chatbot aslida interfeysdir. Biz o'zaro aloqada bo'ladigan suhbat qoplamasi.